Assalomu alaykum azizlar. Bursa Uludağ'damiz. Bursa Uludağ eng cho'qqisiga chiqdik. Mana shu yerdan past mana shunday ko'rinar ekan. Pastdagi qarang shaharlar. Ana yo'l. Yer dengiz sathidan vallohu alam 2600 metre balandlik. Hozir past nihoyatda issiq. İnson terlab ketaveradi. Lekin bu yerda ko'rganingizdek havo sovuq. Odamlarning ba'zilarining qalin narsa kiyib olganidan bilaversangiz bo'ladi. Yarım soat tursangiz sovqotib qolasiz. Mana shaharlarda qarang. Alloh subhanahu va taolo qanday ajoyib san'atkorligini ko'rasiz, ko'ramiz. Ajib. Juda ajablanarli, haqiqatda ajablanarli.